Mana aziz obunachilarimiz, sizlar kutgan va sizlar xohlagan ish bor. Xohlagan odam bez ob'yom, xohlagan odam ob'yomga. Oyligi bez ob'yom ekan minimum deyapman. Eng kamida 1100-1200 dollar. Endi ob'yomnikini olsak, maksimum 3000 dollargacha. Mana shunaqa oyliklik ishni kim xohlagandi? Mana shunaqa ish like arziydimi? Albatta video boshidan bir donagina videoga maksimal like bosib, kommentariyada hech bo'lmaganda Omad Zuhriddin so'zini yozib qoldirsanglar, inshaalloh Xudo xolasa bundan-da zo'r ishlarni albatta sizlar uchun chiqarishda davom etamiz. Ha, biz 300 mingta bo'lishimizga ozmuncha qolyapti. Iltimos, albatta obuna tugmasini ham bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh Xudo xolasa sizlar bilan doim millionlarni ham birgalikda nishonlab yuraylik ilohim. Demak, biz yangiligimizni boshladik. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Demak, bugun yana ish bor. Moskvadan so'raganlar. Demak, bu ishimiz Moskvada, Derevnya Sharapova postoyanno ish qidirib yurgan bo'lsangiz, tim bo'li oldimizda yana kuz-qish mavsumi boshlanyapti. Tashqarida ishlash sovuq bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir joy borligida kirib olinglar aynan shu skaladga. Chunki bu yerda bez ob'yom ishi ham bor. Ya'ni kunlik ishlaysiz. Yo'q, ob'yomga mani opitim bor, ob'yom ishlayman desiz, ob'yomga ishlaysiz. Mana bu bez opitlarniki smenasi 3650 dan kuniga 12 soat ish, 1 soat obed, den noch. Yotoq, registratsiya, borib kelish, forma mutlaqo tekin. Kompaniya hisobidan turdo'dagi o'dimlarga topshirib beriladi. Undan ham muammosi yo'q. Hamma narsa qulay va sizlar kutgan va sizlar xohlagandek. Oyliklari bir oyda bir marta har 15-chisiyoda, iyundan tashqari har dushanba yoki juma kunlari 3000-5000 rublgacha avans beriladi har hafta muntazam. Agar pul tarafdan muammo bo'lib qolsa, mayli, albatta avans so'rashingiz mumkin, brigadir orqali bemalol olishingiz mumkin. Ya'ni kompaniya sizni hech qachon zoriqtirib qo'ymaydigan kompaniya. Faqat ishlasangiz bo'ldi. Ichish, chekish, o'g'irlik qilish qat'iyan taqiqlanadi, urushish, ruxsatsiz ishga chiqmaslik. Mana shu vaziyatdan tashqarida hech qanaqa sizga shtraf bo'lmaydi. Doim aytasizlar, shtrafni aytmaysanmi? Mana aytib o'tdim. Urushsangiz, ichsangiz, cheksangiz, o'g'irlik qilsangiz, ishga ruxsatsiz chiqmay qolsangiz, mana sizga shtraf. Oyliksiz qolasiz. Bu vaziyatda hattoki men ham sizga yordam bera olmayman. Shuning uchun aytganni qilish kerak. Qilma degan ishni qilmaslik kerak. Bo'ldi. Hech qanaqa shtraf bo'lmaydi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Demak, ko'p gapirmadim. Nimagaki videomizni bundan buyog'iga qisqaroq qilamiz. Aniq, точно, konkretni ma'lumotni beramiz. Qolgan ma'lumotni ekrandagi nomerlardan telefon qilib o'zingiz uchun olishingiz mumkin. Demak, hozirroq shoshilamiz. Aytib o'tganimdek, 18 yoshdan 45 yoshgacha erkak ayollarni hammani ishga qabul qiladi. Erkaklar oddiy, ayollar oddiy yashaydi. Komnatalari oddiy bo'ladi, lekin uslovlari juda ham zo'r. O'zim shaxsan borib ko'rganman. Shuning uchun hech ikkilanmasdan, Moskva patentingiz bormi, Snils, NN, Trudadagor hammasi bo'lsa, sirrazi ekrandagi nomerga telefon qilib, bemalol borib joylashingiz. Bugunning o'zida oformlashni qilishlari mumkin. Sizlarni joyinglar kutyapti. Shuning uchun tezda telefon qilamiz. Kimga ishimiz ma'qul kelganmisa. Aynan mana shu videoni Rossiyada ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga iltimos podelitsiya qilib qo'yinglar. Zora inshaalloh siz orqali o'shalar ishli bo'lsa, bir umr duosiga sababchi bo'lasizlar. O'shaning uchun videoga like bosamiz, komment yozamiz va Telegramdagi silka orqali kommentariyada birinchi zakreplonniy silka bor. Telegram kanalimiz, o'sha joyga ulab olamiz. Telegramda ham Zuhriddin Musofir. Inshaalloh yana tez orada bizda katta planimiz bor. Bu plan Instagramda o'z faoliyatimizni boshlash. Bunga nima deysizlar? Albatta komment yozib qoldiringlar. Agar ha Zuhriddin davay Instagramdan ham bosing deydigan bo'lsanglar, inshaalloh Instagram ham ochamiz va unga qisqa video reelslarni joylab, sizlarni butun musofir xalqini ish bilan ta'minlaymiz. Bizning maqsad butun musofirlarni hammasini ish bilan ta'minlash va bu maqsad sari hech qachon to'xtamaymiz va sizlar bizga like'larni bosib, kommentar yozib, videolarimizni tarqatib, obuna bo'lib tursanglar bo'ldi. Shuni o'zi bizga yetadi va biz harakatdan to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi.